yarashmabdi. Mo'ylovini olsa bo'lmasmikin degan ko't. Bu ovqatlanishni ko'rsatish reduce check bilan zakaz keldimi? Traktor akalar, bu video ko'proq sizlarga tegishli, sababi rolda 15-20 soatlab o'tiramiz, sootvestenniy qorin solishni boshlaydi odam, sog'liq ketadi. O'shaning uchun ovqatlanishni to'g'ri qilsak, xudo xolasa maqsadga muvofiq bo'ladi. Dagan. Hozir gapirgan ko't. Tak, birinchi o'rinda nima balo yozuvni ish qilib yozuv ekan. Boshqacha ko'rindi, bunday qilsa, bildinglarmi? Erkaklar tushunadi. Birinchi o'rinda shu yogurt yeymiz akalar, 15 gram protein, mana shakari 0, yog'i 0, sun'iy qo'shimchalar hammasi 0. Tinnag'im qaranglar, urinib ketgan odamning qo'lidaqa, mana iltimos kimdirlar ko'rib nima bo'ldi ekan degan xayol o'tkazyapti. Xullas, shu narsani olib birinchi o'rinda yeymiz akalar, eslab qolinglar, mana Walmartda sotadi. Tak, mana ichki ko'rinishini ham sizlarga ko'rsatib qo'yay, foydali и juda ham shirin. Zavtrakda yogurt bilan boshlagan bo'lsa, akalar, banan bilan davom ettiramiz. O'zbekistonda banan rosa yaxshi ko'rardim, chunki u yerda qimmat edi. Ko'rmagani ko'rgani qursin bo'lib, banan yegan kuni men uchun bayram bo'lar edi. Hozir ham shunaqa odamlar bor ekan. Tak, qoraygan joyi bor ekan, qoraygan joyiga qaramasdan yeymiz. Qaramasdan yesak tozadek tuyuladi bizga. Kirit haligi chichqonam nonni ustida yursa, oyog'i teggan joyini emas, og'zi teggan joyini olib tashlab yeymiz, to'g'rimi? Xo'p, banandan keyin men eng yaxshi ko'rgan ovqat sizlarga juda ham ko'p ko'rsatganman. Bu ovqatni yana qayta ko'rsataman, chunki juda ham foydali. Brokoli hamda tovuqning gruchkasi. Gruchkami, gruch deydimi bilmayman. Ruschasiga menga rus tili qiziq emas, chunki men o'zbekman, o'zidan rus tilini yoqib olib nimadir yasab oladiganlarni ham yomon ko'raman. Xo'p, bular oqqan joyini, mashetga ham oqasanmi, dvini. Bilad. Kim bu brokoli? Brokolin emas, yo brakonyer emas. Bu brokoli. Demak, ochamiz. Voy bila, kameraga olsam nimaga ochilmaysiz? Voy onayni subhanalloh. Men akalar har bitta narsaga achchiq aralashtirib yeyman, achchiqsiz ovqatlana olmayman. Plus bunga yana qalampir qo'shganman. Da o'zim bilaman nima bo'lishini tualetda sizlarga qiziq bo'lmasin. Plus akalar, sizlarga yana tavsiya, gazirovkani umuman ratsioninglardan chiqarib olinglar. Fanta bo'ladimi, kola bo'ladimi, hamma shu gazli narsalarni iloji boricha keyin shirin narsalarni, ichimliklarni aytyapman. Chiqarib olinglar ratsioninglardan, chunki u ham qorin sog'ligiga juda ham katta ta'siri bor. Agar qadrdon akalar, shirinlik ichmoqchi bo'lsanglar, mana bunaqa choy bor. Shirin choy juda ham ta'mi zo'r, o'chaqda ta'mi keladi mana. Nimalarda ham sotadi, oting qurg'ur. Lapslarda ko'rardim, mana zero sugar deb qo'ygan, ya'ni shakari yo'q shirin choy akalar. Mana shuni olib ichsanglar, mazza qilasizlar, o'ziga xos ta'mi bor. Lekin men vino ichib tugataman.